Lüybu, üç padişahlıktaki en güçlü zabardast palvon. Yakka elishda uning oldiga o'tadigan yo'q. Undaqda Lüybuning uningdan sir boshqa ortiqchiligi bormi yo'q? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomi ko'r. Üç padişahlarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Lüybu en güçlü palvon. Yakma-yak elishda uning oldiga o'tadigan odam yo'q. Ammo u pasboniga xayrlik qilgan kishi bo'lg'achqa savsan tarafidan o'ldirildi. Undaq bo'lsa uning ortiqchiligi bormi yo'q? Lüybu'nun bir ortiqchiligi bor. Ya'ni u ayoliga nihoyat sodiq. Ayol uchun har qanday ishni qilishni deyolmaydi. Uch padishahlik qaraydigan bo'lsak, boshqa pasibonlar, palvonlar boshqa ishlar uchun, igilik uchun o'zininki ma'lum bir ishlarni bajarish uchun o'zining ayolidan voz kechib o'tadi, yoki tashlab o'tadi. Ammo Lüybu o'zining ayoli uchun har qanday ishdan, har qanday jangdan voz kechib o'tadi. Demak, Lüybu ayollar yaxshi ko'radigan bir er deyishga bo'ladi. Agar sizin bu gaplarimga qo'shilsangiz, astiki inkas ayoliga olti tarafini qoldirib qo'ying. Üç padişahlıktaki muamele sanati, karxanchilik bilimleri, xodim boshqarish bilimleri ve igilik tiklash bilimlerini sistemli qarab almoqchi bo'lsangiz, meniki topimga kirib oling. Men topda üç padişahlık ve karxanchilik deb sistemli dars so'zlab beraman. Ayrim xonam uchur qilish orqali bu top kirib olsangiz bo'ldi.